Ushbu umr mana bitta savol qiynab keladi. Metroda yurganimda oxirgi stansiyada, ya'ni vagonman oxirgi stansiyaga keldi. Orqaga qanaqa qilib qaytib chiqadi? Har xil teoriyalarim bor edi. Ya'ni u kiradi, bundoq uzun qotimda pavorot qilib orqaga qaytib keladi yoki kiradida keyin o'sha turgan joyida uni qanaqadir kupol undoq aylantirib beradi va orqaga qaytib ketadi. Lekin yaqinda internetga kirib ko'rdim. Prosta vagon kelar ekan, undoq qaytib chiqib kelar ekan bu yoqqa. Bu va boshqa ma'lumotlarni bemalol endi vagonda internet ishlatib ham ko'rsangiz bo'ladi, lekin sizda Ucell sim kartasi bo'lishi kerak. Endi vagonning ichida ham internet ishlatsanglar bo'ladi. Ucell Huawei bilan birga hozir tonnelli ichiga 100 kilometrdan ortiq optический kabel o'tkazgan. Bemalol hozir tunnelli ichida ham, ya'ni vagonda ketayotganingizda internetni ishlatsangiz bo'ladi. Milliy bog' bilan Nozani orasida ozgina vaqtingiz bo'ladi. Unda telefonni chiqarib, kimgadir telefon qilib, "Bo'pti" deb ketishingizga vaqt bo'lardi. Hozir unaqa emas. Hozir 4G ko'rsatyapti. Mana загрузка qilinmagan videoni mana загрузкаdan olib tashlaymiz-da. Prosta kiramizda 217 ming marta ko'rilgan, 102 mingta obunachisi bor qaysidir videoni ko'ryapmiz. Pauzani bosib turinglar. Agar Ucell ishlatsanglar, sizlarda ham mana shunaqa internet bo'ladi. Uni qo'yinglar, o'rtoqlar, 100 kilometrga tortilgan kabel. Tasavvur qilyapsizlarmi? Tan olinglar, bitta xonadan ikkinchi xonaga uzinliter tortishga erinamiz-da. Bu yerda esa o'shunaqadan 100 kilometr. Va hammasi prosta siz internetni yoqib, любой bitta videoni tagiga men bir deb komment yozishingiz uchun.